新疆是很多元化的地方。多民族生存在这里，有非常深厚的文化历史和底蕴。我们很强，我们有很多特别积淀的东西。2018中国新说唱年度总冠军已经产生，他是艾热。同时，我们要恭喜大武特热成为年度亚军。新疆的说唱能发光，它是有每一个人的付出和每一个人的心血的。上海 ，You ready？ 你准备好了吗？来点噪音好吗？对我来说，可能影响最深的一位新疆的说唱歌手就是赞杰，因为是他给了我很多的机会，给了我很大的平台，让我去更加清醒自己可以做到一个什么程度。因为我第一次听说唱，听这些新疆的 hip hop， 就是在耳机里听到了赞杰的声音。最美的回忆。赞杰是我的，就是相当于是我的，伯乐，对。
然是一种白热的那段一完，他直接出来的那个哇，就是一直会安安静静等着他自己的那段 verse， bam 就开始唱自己的，你就会好一些。Sen hip-hopni tushungansiri, sen o'xshamaydigan narsalarni tushungansan. Zanjirning bir xil oddiy ham lekin aqsa bir narsani his qildim. Hip-hopning nimaligini çok vahshiy tushuntiryapti. Hip-hop degan nima? Hip-hop degan shu. Mening butun eng chong o'zgarishim shu 2013 Urumchiga tunji qitim berishim ashqida. Men umrimda eng yoqtiradigan bir rapchi turdi Zanji bilan Arslan Kamishk spakan tutdina. Shundan boshlab. From the China West Side, Zenji. Only got the hip hop like a lot of this Zenji. From the China West Side, Zenji. Only got the hip hop like a lot of this Zenji. It's Zenji. 马上这个地表会融化进去的那种感觉，这个呢，要进去，放到这样个塞进去。Okay, yapçı geçtiği sözler. Ana koyup ne vuruşun çekme. Hürmete bulmuşsun bu meydanında keşme. Ötüva öbür günü kahveki gülme. Hakikatçı hürmetli aldı bana hızımlı tap. Nişanım olmasasa şeyden çalındı da. Derin nişanım tepe göre bir usta. Kulu korulattığımız bu yerde her cehennem. Hazır mı mening uyamning worship'da isig'liq shu 2 gilam apam tiqib qolgan. From the China West Side, Zenji. Only got the hip hop like a我前面就已经烧到了。嗨呀，这些是要留在后面的，要介绍的。你先说100次。好，攒劲儿，Six City 24来。对。最重要的 Arslan Sazai 这个新疆 hip hop 圈里最被埋没和低估的一位老哥。Arslan Gami 传说中的 boss， 就是 boss 级别，就是我不张嘴，但我张嘴就是狠活，就绝对是最正宗的 Yadlik 给你带来的这种东西，对。Kendisine ilhamlar, defterge uyulsun. Siyaha kanmanlar, kalemler toysun. Yürekler nişanlar, ritimde soksun. Musiki udarga, geplerimiz mansun. Kendisine ilhamlar, defterge uyulsun. Siyaha kanmanlar, kalemler toysun. Yürekler nişanlar, ritimde soksun. Oh shit man, my
Meni manda narsani anglab baxmaganligimdan butun qulog'im, yosh quloqlarim teshib etdigina. Bilsin avval kim bizga biz kimga yap, qo'rimizni ro'yong. Yo pandiyat quyuq.那段时间真的就是被阿尔斯兰刚、被赞吉刚他们保护着，大胆点，大胆点，你可以再大胆点的时候，我觉得对于一个创作者来说，那就是天堂吧，对。我还记得我从黑暗中出生，我的爸爸妈妈听我第一个哭声，我知道我的命不该如此，可还在试着哭着，还在信那些故事，我还在抱着诉着，我的心跳在快乐，想快要成功，就像是猎豹。 Gangsa 나이트 bir old school bir chang payam deydi. Uningda chiqqan naqshlar asosiyatan underground chiqdi. Gansa Musa deb bularning naqshlarini chiqadi. Vallahi hammasi chiqyapti. Gansa Musa degan bir gap bor ina ishda. 我认为 A3 是最活跃的，也是那个最上镜的维吾尔语说唱歌手。他的第一张专辑是我帮他做的，他们有一个那个叫，就是当做礼物的坎土曼有一首那样的歌，是一 MV。 Voy, qanday o'qitimiz bolam? O'zi xizmat bo'lmasa, ko'nglim ishda yer terib juramdimi? Yer termay qanday qilamiz? Sizdek matan olamdi. Ne bidaqsa? A3. You know what it is. You already know this is D-Rhyme on the Light Tunes, man. LightTunes.com. U esini bilsa, Dodiston qo'ldan ketmay tushmaydi. U itiz o'yda o'ynaydi, Dod setizda ishlaydi. Mahallasida laytib o'ynaydigan baliq u o'xshamaydi. Radioni alg'ularni buzib, qarash turib to'xtamaydi. Bir bala bor, aqsuliq bo'ldi. Yig'ilg'idek ko'p men deb bergan. O'zining ag'insular, o'zining ishini. O'zimni men kelmaydi, madash bu yerga deydi. Buyuk ana puli bak qimmatga, u dixanka deydilar. Men kelmaydim, ag'inam kelmadi. O'sha pulning ishida bu hamda. Ularning barliq mulk 4 moy 36 tal o'g'laqdi. Bu ayning dardiga qarab boshqalar chiqirdi. Balaning o'quvchisi buni uydagilar obdan biladi. Balam dedi to'shil o'yini sotadigan gap. U yatmas qo'ynamda qonni qatadigan gap. O'qimagan sana shadi yaxshi ish tadbirma. Raying o'silishi oxirda san xotinma birma. Qalani vaqsan, yat dersan, xotinning birini alsan. Bo'ldi-ku, o'yinga sana beramiz. Mushu tursa, xotini tamoq etadi, yeysa, chiqsa, ishini qilsa. Uning ko'nglida kirmang so'z va ammo bir nima demaydi. Odam yo'q edi qattiq vaqirab hech nima o'zgartirmaydi. Vaqt to'shdi, boshqa o'qish yo'liga chiqdi. O'yinsiz qoldi ketmay yana bir uyg'unni qo'liga chiqdi. Bo'ldi-ku. Hayot degan ana shu. Degan gapda. Hayot degan emas, ana shu. Emas, ana shu. Shu hayot degan. Aslan'daki tek sevekşi. Ko'nglimiz suv ichidi. Anda asarlarni anglasak. Qimmatli asarlar esa. Rost narsa deyish kerak. Rap deganning jalb qildigan yeri shu. Şu Wi-Fi bilan Rego meni ningis ko'nglim kelmaydi hozir. Arslan bilan Zanji men rinqa qildi, qaqini qilsa. Hozir qancha gansamsan? Ya, to'xtan, unda narsalar yo'q. Sen gonsamsan jumo deb unda ish yo'q. Butun tabiiy. Puli bor bolalar pul berdi, puli yo'q bolalar pulsiz naq chiqadi. Istaqbollar bir sharoit hozirlab berdi. Gonsamsa degan yerdan. I think I need some sleep. We can't go on like this. I just try counting sheep, but there's one always miss. 永远安慰你，都在我范围里。邦刚也影响了我很多在音乐上的品味和选择上，让我明白了说唱音乐里，当你一旦有了旋律的能力以后，你的音乐会立马变成另外一种感觉，色彩会更丰富。
try counting sheep, but there's one I always miss. 早期听 6CT 的音乐，哎，刚是升华 6CT 音乐的人，他是 6CT 里的那个最突出的那个艺术家吧，我觉得。维吾尔语说唱作品，我相信大部分人都会放 6CT 的歌。去追寻到它的根源的话，它就是2语乐一起长大的一帮孩子。有一部分人跳舞做了 DSP， 还有一部分人唱歌做了 6CT。新疆的基本上玩说唱的、玩 hiphop 的都叫 6CT。我以前那个状态，我觉得我们跟内地不一样，就是我们这儿有一个叫 6CT 团队。예, mındayların kiziteleysem var. Bir günü Arslan ciddi izlediğim dersin düşkendikin körşeliğe. Men bo'ldi, men yaqinda bir sho'chanchi bolalar bilan janaqshi anglab birlik qildik. Ikkinchi bolalarga birisi tez chiqibdi-ki, bana faallik berdi, anglab baqa deb. Birinchi chiqdim o kerak emas o. P-Block'niki kerak emas ant qo'ydi degan. Men u bakpayzi tutdi deb boshladim. Kerak emas. Çık bu yerden çık. Gepimden la ey köpçülük. Seksi düşüncan ki birinci rap grup bizi. Sen kim yeni bak kancısı. Kim yeni akıncısı. Okay, let's go for 6CT Murat King. Let's DJ drop some beat. 那个时候我还不知道 diss 这个概念，只知道哦，他们在拿说唱，好像在8英里的那场 battle 一样，他们用歌曲在 battle 上。Rap, hip hop, battle. Ürümçi kızıp ketdi ekan. Kunda har qanday odam to'g'ri chiqsa diss deb bosadi. Oy, mamamda da o'tibdi, mamamda da o'tibdi. Kunda qizib ketdi hip hop. Eng temfindi vaqti, shu vaqt shu, Xinjiangning hip hop. Eng qiziydigan vaqti. Yürü bu yana yürü. Kimsaliydi seni bu sağa kalıp sordu. Kuluk yıkım yollup durdu yandı tağa tağa. 6CT 也是逐渐成为这部行业的一个标杆了，大家就觉得第 6CT 就是一个成就感了。Bu hesapta 3 xuyxı deyne. Ular çıkardı biz qaytadık, ular çıkardı biz qaytadık. 所有的这些第 6CT 的人可以自动报成一个团，知道吧？ Bir chog'da X-Rap'dan yo'qol deb bir vahshiy bir diss chiqadi qo'y. Sana körlük yollap koydum. Terroristan 那个实在是太过了，我觉得他们都活在自己那种恐怖片的世界里，那种在歌里要下地狱的那种。 Rap insan etmemse. Nimi vakraysa rast. Nimi vakraysa. Yettisi diyen ağzını buzup tıladı da Murat'ın üyüdüklerini tılap Murat jığlap ketdi Ahmet'i anlap. To'xtabdi. Amsa biz o'yinchoqchoqni o'rnida bunim. Qiziqarliqroq chiqirib baqilay buni. So'z o'yindagi chiqadi xirasga qilsam. 6CT 就一个漂亮的一个右勾拳还击，把他打翻了。最戏剧性的歌，他们用一种比较很幽默、对反差的方式，很幽默、很轻松的方式，这样子让 Murat ikimiz bir ig'iz set gap yo'q. 7 minutlik naqsh chiqardik uni. Arslan Sherakasi. Uni o'tirib bilan freestyle qilganda Rahshandan tutib ketdi asosan. Ular jimjit bo'ldi. Nur uzunluğu 1,88 m. X-Rap kodunu kaçıp hazır çizdi.
O'sha sahnada chiqayotgan o'shunday o'qigan yigitlarimizni sahnamizdan ketamas. Bular bizga sho'chon, meni rap naqshlarda yettirdi, kayfiyat keltirgan naqshlarda. Hey, bugun teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Sen de dep koymaktı mı? Sen kayını mı koymaktı mı? Dep koygan bir kadar. Dep koyma. Tek sen mesulma bunundaki. Hele birimiz zincir diyen sen şuma. Birimiz zincir mi? Zincir. 5 yılın çaldın kobuga. Yaş zincir. Açta dep koyar, bana dep koyma okumaya kalkken ben açmışım. Oldu adışçada. Set oldu ya. Let's go. Kallamda üzülmeydim yapsız her kanda telefonda çıkımen ya. Ey bir daha öneririm teksiz. Tik-tak kudaklada tik-tak tok-tak ya. Hoş kafiyede hoş keyfiye. Hoş tanışlarım o bahis ya. Sizge yerde düz git kalmen bıraktım yaman izle. 我非常喜欢这个组合，我们可以慢慢来，先在新疆玩出我们的一片天地，然后再往内地。 Olishadigan bu sizin bilan Shinjongda yo'q, dunyoda eng moda bo'layotgan narsani qilamiz deb olishadi. O vaqtlarda rasmiy hip-hop yig'ini sandilaydigan 2007-yil. 什么是说唱？这个演出就是，哦，原来 Six City 搞的这个就叫说唱。 Şu vaqtda hammamiz bunday kurashgan vaqt. Arslan hesapta 就是把所有人都召集起来了。 Biz balalar deyishadigan Vanjang Six City eng oxiri yig'ilgan joyimiz tang. Hammasi bor Six City mana shu hisob 2007-yil. Düşünümüz düşkün Yeklense bu sene Üstlük silahlar varız Yandan hip-hoplar Garip diyarda halız这个歌，我相信这个歌已经打动了他们，因为有些不知道 hip-hop 这些老人听了这些歌以后，也慢慢开始感动了，我们很高兴，所以不能放弃。第一个上正规媒体前面的就是乌拉。 Bunlar resmi birinchi qitimliqinda junko qilib, son ish ichmagan vaqtidagina qilib jamiyatniki. Butun Xinjiang xalqiga birinchi qitim rap degan narsa ko'z oldida namoyon bo'ldi. 那个时候 Six City 上到电视上，我就觉得哦，说唱现在好像进入到大众视野里面。 Vallahi chiqdi-da, chiqqandan keyin hamda xalq ko'rdi-da, nurg'un xalq ko'rgandan keyin, "A" deb nima aytadi deb anglaydi-da ba'zi. Aytadimiz qotdi-da. Butun mikrofonga turib to'lab deb. To'rttadan chiqibdi, xoraytamka deb. Asla gönlümge gelmez. Gönlümge gelmez. Shu hamda bulam chiqibmi, balkim yaxshi qildi. Cho'nglar balkim qubul qilmadi, bu yoshlarning qildi, da xonasidan kiyib, atangiz kiymabdi-da. Aksniki dadisiki kiymabdi. 当时 Six City 上电视的时候，我爸
就说哎，你出来看跳街舞的，他们那帮人上去唱歌了。那个小品就证明了那个时期的 hip hop 就是这样子，感觉我们就是个小丑，就小混混的那种形象，但是他穿的是 hip hop 的一身的打扮，然后跳着他自以为自己是跳着 hip hop 的这么舞蹈。说唱不是 diss 的嘛，说唱这个就那 diss 不。Sen deysen Mary, ben okumayım sana yakmadı Neri. Onu kandım nim deyse. Onu yine oturup çedir beklemeyi yine. Naruto o sangon etçik bilinip bunu. Ben mesela yine kırıp özünü çöndürüp kaybettim. Bu da kaybetti Naruto. “我们出发点就完全没有想过我们要影响到其他人，我们要贡献这个东西，不是这样的出发点。我们爱这个东西，我们大家一起喜欢这个东西，我们一起搞这个东西，我们享受这个过程。”接下来发生的事情就是hayat bir ümit的事情。Hişende menimce aş tuğan mezgilimizde yani bir çoğun işten birini biz nait bir yaxşı iş kıldık da bileyim. 有一个小姑娘得了白血病，需要换骨髓，需要捐很多钱。通过我们的音乐做一场晚会，让那个晚会做免费，让过来的大家去捐这个钱。O bir seksiti kunyan qilmanda, o tshan yenchu qilmansan, o seninki chaqiradigan kuching var-ku, hojavliring. O derdiki Şinjan nisbatan eshitdim emasligini. Bütün şönçöndelerni chiqirib mektepler görüp çapıldık, mahalle şovçular görüp çapıldık. Nurg'un yalak bardik, nurg'un odamlarni izdidik. Nasa namı ba artistlarni chaqirib, lekin bir puncha pul beramaymiz. Chunki bizda pul yo'q uni bergan. 身边很多朋友特别给力 ，DSP 也来了 ，DSP 也愿意加入。 Parat Xalaya, Gitar Tapşay, Sultan, yani. 然后 6CT 也写了这首歌叫《Ayat bir Ümit》，生命就是希望。这首歌的歌名也变成了这个演唱会的一个，就是它的名字。 Bu Ayat bir Ümit'niki naqshini unga ilishdan burun uzun o'tmasdilar Erpanning qo'li sunib ketdi. Vaqtga qarshi Erpanning apsi ketib qoldi, joni uzdi. Avjini etmasin bo'lmasa biz quruqlan rap bilan chiqaramdik ham deyishdik. Chunki Erpanning hissiyat o'ylamsa qolmaydi. Endi qayerda bir uyda bir ish yo'q odam ketmaydi, unga oz qanday bo'ladi deb tug'an vaqtimizda Erpanga aytmayman naqshini. 那时候就是写了《hayat bir ümit》那首歌，Arslan写了那个旋律。Tağdırdan çakçaklarına kadar ayımsız olup ezildi yürek haddi hesapsız acizdir kolum. Ama avcisi Erpan naqlam kelgankin bir badan bo'ldi da, bir bo'ldi naqsha, Erpan ikkisi birlashdi. Birlashgandan keyin aytib chiqqan narsa shu haqqini deb niyat urdi. Tağdırdan çakçaklarına kadar ayımsız olup ezildi yürek haddi hesapsız aciz durgun. Basardı günler, yaşadı gözler. Nedense huzursuz çünkü bu yoldan hayat bir ümit. Hedefler sana. Sabırlısın, baktın uygarsa balıklarını. Yükseltme adımlarını. Gökler kusun, yolduğunsun. Nares ve yerdemler. Aklın ademler, yerdemde hep kademler. Hayat
Ellerime hitap hükümet sınav İnatlar olmu bu birlikte yol mu yol Zulum bu tutulsun ölümler korkutulsun Reyimsiz realizm ve riyal şutulsun Müracaat tutulsun bir günah hayat 7. xəbər 33. karvatiyattan bir kızca Azrail'den ilişmakta演出可能vahşi adam geldi. 我们记得我们订的门票的价格是30块钱，但是很多人就直接给100甚至200，我就来看了，也不需要你找钱。我觉得这个对于我们 hip hop 来说也是一个很大的一个转折点。这是一个我们都不知道姓名的一个好朋友送给我们的，送给马伊拉的。然后这幅画，他希望这幅画拍卖出去以后，所有的款项都捐给马伊拉。所以说我们现在搞一个拍卖。Biz boshda xiyolimizni 2000 ko'ylarga paymay qo'yotgan bo'lsak, bak yaxshi edi. U 2000 ko'y oshib bizga nisbatan xil cho'ng pul degan ham 100 ko'ydan boshlaydi qara. Chijas 100 ko'ydan. 500, 1000, 2000, 5000. Yo'q, pulga 身长1万块，1万定3、4都是。惊、感动、感人，以我们素不相识的一个。我很感动，很激动。我觉得今天晚上在台上这些才是真正的英雄。我拍卖的这点钱呢，只是一点小小的心意，因为钱都是身外之物，是吧？我们那个主要是希望我们通过这个行动呢，唤醒大家的爱心，让我们千千万万个患白血病的新疆的儿童，全中国的患白血病的孩子们都能得到。 Hürmetli televizor ko'ruvchilar. Necha oy oldida bir to'p yoshlar o'zligidan tashkillanib, oqqon keslik giribtor bo'lgan Mahiraga yordam berish uchun Hayat bir umid nomli yan to'p. 他们以为是玩 hip hop 的那些人是不良少年，恰恰没有想到这些少年会做这么正能量的事情。这几个人搞了慈善晚会，帮助了一个小姑娘，慢慢的上到电视上。 在电视里面给大众讲解这个是什么东西，等于是 revolution， 对啊，对。我们做出来了 Alt Share 那张专辑。 60'ninki Şovcan专辑si bilan haqiqiy birinchi albomi Sharim degan. Shunday qilib peace, ittifoq. Diğerine küler yanakşı alt şehrininki tabi olsun nakısı da boyunca. Resmen bizden şu yarımızdan fırkı var. Bu nakşımı şan yanakşı lekin başka şan yanakşılardan mı callık dine bu nakşı. Resmiyliği insan bulduğun şan yanakşı. Aşı vermeyi mükemmel çıkarış tirişliği de bağış. Bir yıl ketti şununla. 2011年的时候，是完整的那个唱片就出来了。太紧张了，真的太紧张了，我担心我等会唱歌时吐出来。然后就准备要搞那个 Six City 的周年演唱会。今天肯定会很出色，我们 Six City 是最棒的。 En巅峰vakti var o 60'ninki. Vaktideki演唱会 şu. Bu çağda bütün bala tuluk dine. Hemmeden can teside, bizim can teside. Six City üçün var.第一次搞那样的自己的专场，太兴奋了！真的，卡子的音响设备真的是已经烂到不行了。那个时候我们都不管那种东西，我们就过瘾。有支麦克风，我会把那个麦克风唱爆掉就 OK 了。对，就是那么的过瘾的感觉。
整个人都在站着看演出，而且是爆满，超出了我们的，就我们没有想过那样子。我们接到了很多很好的演出，他们的要求 Six City 来一首商业歌曲。那个时候想法就是哇，就完全要想变成线上的东西。我们把 Six City 推向更高的舞台，抬高了这个高度，让作品更有质量、更好听。我们唯一做的是这个。Ko'chitga Parang degan albom kelgan vaqtida Alcha rap gruppasiniki bir cho'ng o'zgarish boshlangan vaqt. 新的一些尝试比较多，就玩的比较大胆一些。我认为 Six City 很强，就是因为他们在那个时候就创作出了一些很 OK 的东西，这个很 ılgar。当时我们新疆 hip hop 的整个音乐的走向。玩民族的这种东西比较多一点，一听啊，新疆 hip hop 这种感觉。可能新疆的说唱跟这个内地大部分的区别，可能还是绝大部分还是体现在音乐性上的旋律、色彩。Bir kino bizni izladi. Bu kino Shavkatniki yozliq ta'tili deb Shavkatida cachi deb客串了一下，然后歌被他们当主题曲用了，那是在正规录音棚做的歌。在你的一首歌里加上一个 tambor 或者一个 dutar， 这歌就是民族音乐，你得看合不合适，好不好，能不能有那个东西。哎呀，大哥，我这刚找着调单。就被您带跑了。音乐是怎么会是这样写的呢？那你说怎么写呀？音乐是从声里唱出来的。啊？啊！乌马郎的木马，他们把这首歌改编完了以后，我的天呐，我当时炸掉了。整个的 hip hop 的鼓点先做出来，偏向于 hip hop 的感觉，可是颜色是有民族乐器的颜色的。新的一个东西，就完全是按照你的脑子和心得到的那个灵感去做那个东西。就我也不知道那个和声是这个和声在这个地方，这个和声是这样是合理的，就完全没有那个概念。对，而且里面那个坦布加的那种感觉，他们真的很聪明，很厉害，真的能完美的衔接在了一起。Shu vaqtda biz qo'shib qilaydik. Qo'shdiq, yitilib ketdi. Music对了，感觉呢就来了，然后我们就把 Akram 叫上。这首歌我们4个目前为止还在，我们一起唱。那是我知道电音的，但是我不知道电音还能用在 hip hop 里面，然后出来的效果还挺不错的。更加深刻应该是这首歌，而且他们那种风格也影响到了后面的一些，这年轻人觉得哇，这个太帅了。这也是我们做结合比较成功的一首，对。
60T'dagi bolalar shunday yaxshi ekan, ular sakrab turayotgandan men sakrab chalib olsam ta'mirlarimda. Janubiy Şinjan, Şimal Şinjanlarda çoğlar, ondan keyin yoshlar bak yoqtirib anglaydi ekan. Masalan, rap naqsi desa, u malandan bu malanga, shu 6 sharning ma'rif, shu rap naqshi bo'ldi deb. Demak, bu naqsha bizning birdan-bir qanasan yiqaroq vaqtdagi bir vakil xarakterlik bir asar bo'ldi bu. 当时候就是大家都觉得我们已经走到了巅峰状态，真的，那时候就是 6CD 巅峰状态。B-Tank 他坚持想做稍微的靠近商业一点的感觉，所以我们往那个方向去做了。 那就是明显的抬高了高度，不是说我们变成了一个商业歌手。主办方他觉得好听，他让你参加他的节目，他给你给钱，他不是说让你走商业路。后来中间有人杰的唱的地方，之后人杰的都不想唱那个地方，然后我们就变成了3个人唱那个地方。也当在咱就当时没有同意，说他要忙自己的事情，他不适合这种风格。Bu funga juda o'zgarayotgan. Asta o'zgarib biroq men aytqim kelmaydigan naqshlar, musiqalar chiqib qoldi. Chiqib qolgan keyin men o'zimcha endi mana shu men qamlashmayman deb. Bana yarashmaydi orasiga aytsamchi. Tez yozuvdik reggaeton yoki trap degan narsalar menga qattiq yarashmaydi. Men o'zim fiqmayman, shundan chiqarsam bu sho'rchang emasli bo'lib qolmayman. Zanjir hisobda Shinjang hip hopning ichida bir belgideklam. Burundan qanadillamashi, tip turdicha uniki hip hop hujayalari. Shunaqqa umi o'zini altini saqlab qolgani yaxshi. Rahmat. Aslan bo'lsin va yana Shanbek Shabtuna o'rnashtirma. Hamma hamkorlashib yaxshi qilaylik. Bo'ldi. Hamma pulni bo'ldi. 6CT 就是最 original 的人是zanjir Bakhtiar， 百合想要的那个音乐方向和zanjir想要的音乐方向，他们就是有点冲突的，对。Akramniki o'ylagani shu mana shu sap hip hopniki uslubi bo'yicha ap manga. Bizningki faqat o'xshamay chiqqan yerimiz, biz cho'qim bozor yaraydigan narsa qilishimiz kerak. Vaqti bilan Murat Chovliy bo'yicha bansaq debchi. Mundaq ular chenverak deb o'ylaydi. Akram bizga to'nto'nroq old school. Biz o'zimizga deymiz, Akram o'zinikini deydi. Ashuna nechtim deyishlar olib ketdi. 6CT 做歌的方向变了，不像 6CT 以前的那样感觉了。zanjir 是对这个事情是很不满意的。对，我觉得我从小到大就是 hip hop 而生的，出生就这样。第一个途径。Mening taydurim başdan axiriga tisharaq, realroq narsalarga naqshlar 6CD ashta bo'lsa deb o'ylayman. Ularda reggaeton bor, pop bor. Menda undan narsa yo'q. O'zimni bilib to'xtab qolganman deb hisobda. 最早2个人在一起，我们玩说唱吧，那个时候就是zanjir和 B-Tank， 刚好这个矛盾的中心点发生到他们2个人身上，然后Murat选择站到
Bitank 身边，23选择站到Zanjir身边，23也不愿意走向商业。뭐 어떠라 비싼 거? 간다 역시. 역시 동아까. 역시마. 너무 어떻게 열심히네 역시 동아. 아이 역시마. 뭐 그건 참 그래. Bitank, Murat 和 Irfan， 他们选择走商业的路，然后唱得越来越电子，越来越流行，然后走向内地去参加一些选秀节目。等于是我们3个人就是变成了更 idol 的方向。 Şinjan'dan çıkıp şikirge barmız dep o'yladığına bular. 我还想要的东西更多，我还想往上，所以我选择了这一条路，然后我就走了。 Lekin men şikirler uşu için bana bekmi yarışıp etmeydi dep özüm to'xtab oldim. Akram dedi, men bir mezgil so'dning ishini qilaman, naqshning ishlarini qilolmayman. İşte keyin shu bilan asta-asta o'zim do'konni ichib, do'kondan asta-asta uni Luinpongga o'zgartirib, champay qilib. 他可能说他今天不唱了，他第2天、第3天起来，他突然要唱了。Men o'qimayman tabiiylar, Gangnam bo'lsa, Six City, men ikkisim chiqdi meyadan.他是一个 Six City 大家庭，可是他造出来了自己的一个小帝国——冈萨莫萨。 Töndüy jinşini bek yaxşı görmegine. Balaylık şanya bu ketdi, ben şanya qılmayma dep arlıqdı bir bu töndüy jinşindan arıldık dine. Zanjir、Arslan， 他们几个人呢就选择继续坚持地下，然后搞了属于自己的一个厂牌，叫冈萨穆萨。然后这冈萨穆萨有了以后呢，冈萨穆萨就带动了身边一圈特别有能力的这样说唱高手。Eyrani, Arslanni, Nurg'un bala keldi, Yildiz keldi. Birga o'ynaymizda biz bir to'p jo'ratdik yana. Aslida kollektiv yana shu Ganjoni tepib oldimda men qashada. 我就这么跟你们说，第一是 Six City， 那我们不是第2就没有人是第2个呗。这么多年兄弟从小一起玩到大，突然就分成了2个厂牌。 Bizning birinchi fayrimiz birinchidan olgan vaqtida bir xil bo'ldik degan deb Six City zanjir deb aytmaydi deb. Ben çünkü oyoq Gangnam Musa'da tursam, agar Six City deb qolsam, yana bir xil qamlashmaydi, to'g'ri kelmaydi-da iliqi. Chilverchimlar tushmaydi degina. Six City to'g'ri bir yig'iz gap yo'q, endi butunlay Gangnam bo'lsa olib ketibdi-da. Mayli. 走嘞。Pass 是听着 Six City 的歌长大的，他们都是 Six City 的铁粉，他们已经火到那个人都走不出去，那么多粉丝的状态，然后晚上他们受邀Zanjir的酒吧。Yakşı oldu ya.我进去的时候，我就看到Zanjir、Murat、Six City 这帮老前辈拿着麦克风拼命的在唱，台下没有一个人，大家都坐在那儿抽着水烟，喝着酒。
What's up, guys? Ben şu faqat şu quruq bir uyning ichida yana shu safada o'tirib, yana shu kondiyenga qarab o'tirgan odam shu. Şu Murat aşağı aranlara yandırıp durduğun bir adam deyine hazır. Üç ketmeydi şu, üç ketmeydi o. Lekin uzayıp mı yanmaydı deyine anda. Bizde ballar arasında bu seksiti bir üydekler. Bu öyde üzerine yağız kalkamasan onu seksiti deyip durasın. Seksitinin özüm yalğız çışı kuvvetime de böyleydi Muratça. Özüm yalğız kuvvetime hazır kaygice men bolmasam seksiti tügeydi dedi. Ameliyatta ne vakt tügeyip oldu hiç. Millici sazlağa millici hip-hop Yarma merhame şadınımız ortam Melim okan yakim o da afgan Çıkalayımız ihtiyacın tipili tutacağım Ben faqat demakchi seksiti to'xtab qolmadi. Chunki sen chiqib qizning balonini yomisi bizniki xatlarni o'qib baqsang bo'ldi. Shunda ta'sirli bizniki ash qilgan har bir ish izlarimizni bildigan odamlar shunda meni to'xtatib qo'ymoqdi bu. Annenevi bayram Meşrepte de kaynısa koca seni çizek nege seksiti çıksa Murat到现在还是以 Six City 的身份在唱歌，还是有很多作品还不断的在上到网络上面。 Hazır çıkıvatıda çıkıp 30 şükür diye Murat. Ben Murat'ın veşiçi çıkıyorum şu an. Naqshni amalba yaxshi chiqarib, ammo seksiti uzilib qolmadi. Seksiti yana bor degan xabarni bermoqchi. Men faqatla ma bor demoqchi.那等于是过了3年多，快4年的时候，才有了一次在台上又一次集合的这个机会。百合和穆拉他们2个又坚持了做了几首歌，借此这个机会有了这么一场演出。说白了就是没有2011年那个好，但是有这么一个机会，大家还是参加了，特别高兴。我和穆拉找了赞杰，找了阿斯兰，找了帕拉，就有了那个演出。然后我在那演出见到大家都特别的开心，对。 我唱这首歌，我就没注意到其他任何事，我就在想我们兄弟，我直接我想一片一片，就看画面一样，我在看我的兄弟们在唱这首歌，我用心去唱这首歌。 写这首歌，就是在想，在表达一帮兄弟们的感情。这场演出，我可能当时觉得可能是我们最后一场演唱会。因为大家都会各有各的选择，慢慢开始结婚的结婚，有家庭，没有更多的时间会投入在这上面。 后悔是啥？后悔没把这 Six City 永远的走下去，后悔。 Kunlarning birida men mag'durimdan ketaman. Kunlarning birida möhkaymiz. Ash vaqtida sana hamroh bo'ldiqni seni aslamam. Kunda o'ylasam tugmaydigan aslama shu meniki Six City. 我是这些小子老大。朋友们，只求你们兄弟们，我只求你们，不然不是不是。 拉一下他们，拉一下他们。Six City forever， 我们永远在一起，永远在一起。
身上每一个人身上都纹着 Six City 呢，这个是永远抹不掉的一段情。我也很爱他们，是我的兄弟。 Bu seksiyetiga bizning tariximiz ham nima, rap etishayotgan tariximiz, bizning o'tmishimiz, bizning do'stligimiz, muhabbatimiz bor-ku. Sen resmimizde bir ömründe xili sen tesir kılalaydıgan ağıyla buluşuğa resmi. Bek tesirli kılıyor. Çünkü bunu kadirleş gerektiğine.我这辈子做过最疯狂的事，就是跟我这帮兄弟玩音乐，起了一个很牛名字叫 Six City。 Hammasining ko'nglida yana Six City, yana Six City bor. Har vaqt. Faqat ham og'izda demaydi. 不忘初心dedi. O dastlab nima uchun hip hop o'yindiq? Ma balla hozirgacha tirishayotgan nima narsa? Hip hop kelgan gülayimizga bir-birimizni. 可喜的是什么呢？他们还在坚持，他们还是在传播。他们不管是多难，他们也要让更多的人去感受到 hip hop 是什么东西。 Balkim ishlar bo'lmagan bo'lsa, men hozirgacha shu o'zim yaxshi ko'rmaydigan ishni qilib, yujum olib qilishim mumkin-ku. Mush bolalar bergan yongchi deydi bu hamma narsa. O'zimning ming shansini qo'llayman uchun. 无论是后面闹过一些矛盾什么的，但是这份感情真的是在出现过，在年轻的时候一起经历过风风雨雨。 真正的爱过，彼此爱过，我相信到现在为止，大家都是有那个爱。Yo.能聚在一起，又可以一起在台上唱一次
经典过的那些歌，这就故事的结局就完美了。那你们准备好了吗？你们准备好了吗？所有人，你们准备好了吗？最后一次。Drop that. Where's my homie? Where's my homie? 新疆是很多元化的地方，有非常深厚的文化历史和底蕴。我们虽然离海洋更远，但是我们从小不是封闭的，我们的性格非常开放。新疆的说唱能发光，它是有每一个人的付出和每一个人的心血的。我们把自己新疆也称为中国的 West Side。Six City of Shahar 代表的是整个新疆。Six City 它是一个时代的开始，它发挥了它在那时候该发挥的作用。Six City the legend。一切都很珍贵，是音乐在拉近大家。它能火遍世界各地的原因，也就是它的包容度和综合度。它可以被任何一个语言、任何一个民族演化成它的一个形式，然后用它的风格去表现出来。shout out to 所有为新疆做出过，我不想说贡献，为自己做出过努力，然后到现在时间印证的那些其实是贡献。Yalishanda o'lgan vaqtida ikki qo'lini guansaysidan chiqarib qo'yib mushtak etibdi ekan. Nemishqa desa, men butun dunyoning 1/3 egallab bo'ldim. Biroq men o'lgan chog'da yana quruq qolib ketdi.不管我们去多远的地方、多高的地方，我们是穷孩子，出身的。我们永远不会忘了穷孩子，所有的穷孩子在支持着我们。卖的有点贵是吧？还有谁没拿着？所有的穷孩子们 ，Let's ride！ xalq uchun aytgan vaqtimiz keldi. O'zimizning manfaatini o'ylab aytgandan so'ng shaxsiyatchilik yo'q.
Thanks everybody， 好久了，真的好久了。因为 Six City 这么多年，已经15、16年了，然后现在很多人都在养家糊口，所以没有很多的时间去创作。但是这不代表 Six City 已经停下，我们还在 ，Six City 一直都在。